1980-yilda tug'ilgan, muqaddam 4 marotaba sudlangan Aripov O'lmasjon Rahmatullayevich ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining firibgarlik, qasddan badanga yengil shikast yetkazish hamda jinoyat to'g'risida yolg'on xabar berish moddalari bilan ayblov e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi hukmiga ko'ra O'lmasjon Aripov sodir etgan qilmishlari uchun aybdor deb topilib, unga uzun kesil 8 yil 8 oy 12 kun muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Yildan beri shu qamoqdaman. Mana hozir 16 yil bo'libdi. Bolalar bilan urushib, ko'cha bolasi bo'lganman. Yil ichida farzandlarim ham katta bo'lib, nevarali bo'ldim. Hali ko'rmaganman o'zim nevarani. Yildan beri shu qamoqdaman. Mana hozir 16 yil bo'libdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qilgan ishlarim mana shu ko'chaga aralashib, bolalar bilan urushib, ko'cha bolasi bo'lganman. Hozir mana o'ylab qarasam, mana shu 16 yil vaqt o'tib ketibdi. Shu 16 yil ichida farzandlarim ham katta bo'lib, nevarali bo'ldim. Nevaraliga qarab yuradigan paytim. Shunaqa narsa qilib yurganim yaxshi edi mana hozir. Hozir mana muassasa tomonidan mana tarbiyaviy nimalarga qatnashyapman. Hozir aqlim kirdi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Qolganlarga maslahatim bunaqa ishlarga aralashib, qo'l qo'yib yurmasliklarni maslahat beraman. O'zim ham tavsiya qilaman. Foydasi yo'q bu narsani. Avtoritetman, nimaga erishdim avtoritet bo'lib? Nima qilib beradi? Hech narsa qilmaydi, hech narsa bermaydi. Paloncha, pismadoncha deb unaqa gap kerak emas. Undan ko'ra oilangga avtoritet bo'l, shuni tushunib yetdim. Mana ko'chada mana shu bolalar bilan yig'ilib olib, mana zo'r bo'lib yurasan, o'zingni zo'r deb tasavvur qilasan. Bu xato ekan. Manaki mana shunaqa joylarda o'tib, mana 16 yil umr o'tdi shu yerda. Biz qilgan xatoni qilmaylik. Bunaqa yo'l tomonlama, avtoritet bo'l, yaxshi tomonlama, davlatga foydang tegadigan yaxshi inson bo'l. Yaxshi doktor bo'l, murabbiy bo'l. Manki sportga borib, ikkita biligini chiqarib olib, zo'ravon bo'lib qoladi. Unaqa bo'lmalaring. Sanlagan maslahatim, undan ko'ra o'qi, ishingni qil. O'qigan ishimizdan afsusdaman. Men o'zim afsusdaman. Hammadan kechirim so'rayman. Prezidentimizdan, xalqimdan. Hozir mana oilamdan ham uzr so'rayman. Hozir kerak paytda mana yonida yo'qman. Bu navaram bor hozir. Hali ko'rmaganman o'zim navaram.